Bize mana nima Stalban tekida o'tiribmiz. Toshkent City'da. City'da. Ha. Ha, ko'rdim sizlar. Hozir boraman, hozir. Kelyaptimi? Ha, kelyapti bu yoq. Привет. Toshkentda urmanglar xatya. Ana, zo'r tegdi. Shu yurish yoqmaydi-da. Adashib qolmadingizlarmi Toshkentda? Birinchi marta kelishimiz emas. Oldin ham kelganmiz jiyan. Tak, unda qaranglar. Birinchi salonga boramiz, men mo'ylovlarni to'g'rilatamiz, sochlarni oldiramiz. Keyin shopping qilamiz. Shopping yoqadimi sizlarga voy ishingizni? Keyin ovqatlanishga boramiz. Yuringlar, men mashinada bo'laman. Hamsiya, nima qilyapti bu? Mana qarang, o'g'lim chopaylik, ko'zimiz aylanaylik, sharmanda bo'lamiz bunisi. Menga qarang, meni o'g'lim yonga boraylik. Sizning o'g'lingiz bormi? Aha, meni o'g'lim 5 yildan beri Toshkentda tirnovka qiladi, mujigu boksyor meni o'g'lim. Nimaga oldin aytmagansiz? Ha, endi aytmaganman, endi siz. Yuring qanaqa o'g'lingiz ko'raylik. Bu-chi? Ha, bu o'zi bilan o'zi ketdi. Hozir men siz o'g'limni ishxonasiga olib kiraman. Meni o'g'lim haqiqiy mujik. Ana sportsmen, hozir xonasiga kiramiz, menimcha tirnovka qilayotgan bo'lish kerak. Yuring, keling. Qani keling hamsiya. Shu o'g'lingiz? Ha, menimcha adashdik hamsiya, yuring. Iye? Dada? Mana, dada deydi. Dada, men sizga hozir hamma narsani tushuntirib beraman. Nimani tushuntirmoqsan o'g'lim? 5 yildan men shaharda men sen tirnovka qilib yuribsan, chempion bo'lasan desam, sen nima qilasan bu yerda? Dada, men bu yerda dilshod aylisman. Naylis? Ha, hamsiya o'g'lim ingliz tilidan aylis olayotgan. Yo, u naylis degan tirnoq taqlid degan, tirnoq taqlid ekan bu. Shundoqmi, tirnoqchimisan? Ha? Burniga uring, burniga. Nima? Burniga uring. Nimaga aynan burniga? Reklamamizga urib kelamiz-da. Hay? Doktor shu desangiz, hamsa ham bachasini urdi. Shunga siz oldingiz olib keldik. Buni sportsmen deb o'ylaganda, qarasak, tirnoqchi bo'lib chiqdi bu. Shunga bir burun almashtiraylik shu kuni. Iloji bo'lsa shuni miyasini ham almashtirib bering, doktor. Burlarni ko'rdim. Bir tomondan suyagi singan. Xudo xolisa to'g'rilab beraman. Faqat bitta yomon tomoni bor. Operatsiyadan chiqmaydimi? Chiqolmaydimi? O'lamanmi yo? Yo, o'lmaysiz. Faqat operatsiyadan oldin sochingizni olib kelishingiz kerak. Ha, sochimi o'zimiz qo'parib olamiz. Yurgan, to'g'riga qarab yurgan, bir normal. Yana bir marta. Davom. Ha, yur. To'g'ri yur, erkak o'xshab yur. Mana, qara. Mana, ana shunday yurgani to'g'ri. Normal yur, mana. Yurgan. Mana normal yursa bo'lar ekan, mana. Erkak o'xshading. Ya, Dada, menga seryozni bo'lish yarashmaydi. Ha, ishla. Nima bu ada? Eshak nimasi? Nimasi? Oyog'i. Ko'rmisan, lapatka-ku. Birinchi marta ko'ryapsan. O'zana shu bilan yer og'darasan. Kim bu? Ibi. Zo'r narsa ekan, ha, papichka? Haqiqatan ham bacham yomon narsa ekanda. Bunda faqat yer og'darsa bo'ladimi yo boshqa ish qilsa ham? Ha, buni aytyapsanmi? Qo'y uni joyiga, kimdir keldi. Maqsading nima? O'g'lingiz salonimizdan ketgandan beri umuman klient yo'q. Men o'g'lingizni olib ketgani keldim. Hech qayerga bormaydi o'g'lim. O'zi sizlar yonlarida bor mana shunday bo'ldi. Stilistlik erkagi kasbi emas. Tushunyapsizmi? Sizni olib ketaman deb xayol qilmang. Olib keta olmaysiz mendan. Oyiga $10,000 beraman. $100 kamayapti-da onangimga.